Bugun 3-fevral va yana bir kun o'zimni aldashga va'da berganman, o'zimni o'zgartiraman deb 1 oy 13 kun bo'ldi, lekin o'zgartirganim yo'q. Yana ijtimoiy tarmoq, yana musiqa, yana o'zimga bergan va'dalarni esimdan chiqarib qo'yib, yana ijtimoiy tarmoqdaman. Kitob olib, kitob o'qigim keldi. Agar fikrim sal bo'lsa ham o'zgarish uchun birinchi varaqdan haqiqat o'tmadim, to'g'risi. Yana fokus yo'qotdim. Yana shu kunlar qaytaveradim, ya'ni o'zim har bergan va'dalarimni nahotki unutib yuborsam. Yangi challenge boshlayman o'zimga o'zim. Ro'zachi ham bo'ladi va o'zgarishga ancha vaqt bo'ladi. Bu videolarning hammasi o'zimga berilayotgan va'dalarni qanchalik darajada yetkazishim haqidagi video boshlandi. Yangi ssenariy, yangi obsidian, yangi izohlar, yangi odam. Izohning ismi intizom.